Yaqindan buyon Xitoy Sharq Turkistondagi bostirish harakatida Uyg'ur ziyolilari va boylarning asosli zarba berish obyekti qilmoqda. İlgilishicha Xinjiang Pedagogika Universitetining professor doktori Abdul Basri Shukur qo'lga ilingan va atalmış tarbiyalash markazi nomidagi yig'ilish lageriga qamalgan. Abdul Basri Shukur Uyg'ur klassik adabiyoti va turkologiya sohasida ko'z ko'ringan tadqiqotchilardan biri edi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wei Fenghui Amerikada ziyoratda bo'ldi. Bu uchurni Amerika mudofaa ministri Jim Mattis oshkorladi. Mattis Wei Fenghui bilan o'tgan oyda Beyjingda ko'rishganligi va o'tgan hafta Singapurda uchrashganligi haqida to'xtalib, Amerika ziyoratining bu suhbatlarining davomi ekanligini aytdi. Oktyabrning 5-da Mattisning Xitoyga berishi mo'ljallangan edi. Lekin ziyorat Xitoy tarafidan amaldan qoldirildi. Ziyoratning amaldan qoldirishiga Kambojni beji va harbiy munosabatga jiddiyliklar sabab bo'lgan edi. Xitoy Amerikaning Kambojni beji qo'yishga va Tayvanga qurol setib berishga norozilik bildirmoqda. Indoneziyaning bir yo'lovchi aeroplani aerodromdan uchib 13 minut o'tgandan keyin aloqasi uzilib qoldi va dengizga tushib ketdi. Indoneziya davlat qutqarish idorasining mas'ullarining bildirishicha, Boeing 737 bu aeroplan atgan soat 6dan 20 o'tganda uchgan bo'lib, Jakartaga yaqin bir joydagi dengizga tushib ketgan. Aeroplanda 189 yo'lovchi bor bo'lib, qutqarish xodimlari aeroplan parchalarini topgan, lekin hozirgacha yo'lovchilardan hayot qolganlar yo'q. Trumpning tahdidiga qarshi O'rta Amerika ko'chmanlar karvoni Amerika chegarasiga yaqinlashdi. Ular Meksikaning panohlik berish va ishga o'rnalashtirish taklifini rad qildi. Meksika hukumati ko'chmanlar karvonidagi 1700 kishining panohlik tilash iltimosi sunganligi bildirildi. Honduras doiralarining aytishicha, ko'chmanlar karvonida hozir 3500 kishi bor bo'lib, 4500 kishi allburun davlatlarga qaytib ketgan. İşga kirishgandan keyin dunyo bo'yicha eng chong aerodromga aylangan İstanbul yangi aerodromining tunji navbati ochilish marosimi Turkiya Cumhuriyetining qurilish xotiri kuni bo'lgan 29-oktyabr yana bugun o'tkaziladi. Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an va davlat arboblari shundaqla chet eldan taklif bilan qatnashgan aziz mehmonlarni o'z ichiga olgan minglagan kishi ochilish marosimiga qatnashadi. 50 dan ortiq yuqori darajali davlat amaldorlarining taklifga binoan qatnashadiganligi bildirildi.